Stil sindromi, ya'ni boshqachasiga, ruschasiga aytsak, fenomen обкрадывания deyiladi. Bu katta hajmdagi arteriya qon tomirlari stenozi yoki bo'lmasa okklyuziyasi deyiladi. Uning qon bilan ta'minoti boshqa arteriya va qon tomirlardan kollateral, ya'ni qon oqimi orqali ta'minlanishi mumkin. Bu esa klinik cerebrovaskulyar deymiz. Cerebro bu bosh miya, vaskula deganimiz bosh miya qon tomiri yetishmovchiligi rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Stil sindromining aniq tashxisini angiografik tekshiruv orqali tashxis qo'yishimiz mumkin. Bularning davosi yoki oqibatlari to'g'risida keyingi temalarimizda mavzu olib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.